Yaqında Uyg'ur elidan tarqalgan TikTok sim ko'rinishlarida Uyg'ur o'quvchilarining o'qituvchilariga va o'zaro ko'rishganda Xitoycha salom berish odati bo'yicha ta'zim qilayotgan videolari keng tarqalishga boshladi. Ba'zi videolarda hatto Uyg'ur o'quvchilarga butunlay Xitoylarning an'anaviy kiyimlari kiydirilgan. Xitoy oxirgi 10 yilda atalmış qo'sh tillik ma'rifnomada Uyg'ur tilini ma'rif sohasidan siqib chiqarib, uning o'rniga Xitoy tilini dastatdi. Yaqinqi mezgillarga kelganda Xitoy doiralari yanada ilgirlagan holda Uyg'ur avlodlarini madaniyat, urf-odat va psixik jihatlardan xitoylashtirishga urinayotganligi ma'lum bo'lmoqda. Күзәткүчеләр Уйғур илida navbatda davomlashayotgan keng ko'lamlik tutqun va Uyg'urlarni ta'qib qilishni nishon qilgan saqchi davlati shaklidagi kontrollik sababidan Uyg'ur ota-onalarining bu masalada har qanday shakldagi noroziliklarni bildira olmaydigan holga tushib qolganligini ta'kidlamoqda. Ular yana agar xalqaro jamiyat va Amerika qatorliq demokratik davlatlar Xitoyning bu xil qilmishlarini unumli cheklay olmasa, Xitoy hukumati yaqin kelgusida Uyg'ur avlodlarini butunlay xitoylashtirish nishoniga hech qanday to'siqsiz holda yetisha olishi mumkin deb ogohlantirmoqda.